Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Кабулов. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Sportivniy metrodan chiqib ketyapmiz hozir. Futbol boshlanishiga yana 1,5 soatdan oshiq vaqt bor. Albatta odam biz kutganchalik ko'p emas, lekin finaldan keyin, o'yindan keyingi ko'rinishni ko'ramiz, qanaqa bo'lar ekan. Moskva 15-iyul soat 16:20 hozirgi payt. Sportivniy metrodan chiqish. Apocalypse. Assalomu alaykum barchalarga, sizlar bilan Rezershov kanali. Bugun mana final bo'lib o'tyapti Moskvada 15-iyul soat 18:00 da boshlanadi. 1 soat 1,5 soatdan keyin boshlanadi. Mana bugun sizlarga shu Moskvadagi o'yingacha va o'yindan keyin o'yin paytidagi bo'shlik atrofidagi videoga olamiz. Albatta bundan keyin butun shahar bo'yicha shu metrolarda qanday ko'rinishlarni olib sizlarga ko'rsatamiz, xudo xolasa. Va videoni oxirigacha ko'ring, sizlar uchun yana kichkinagina syurprizimiz bor. Bu yerda to'planishlar bo'lyapti, mana bu yerda odamlar intervyu olishyapti. Fransiyadan ekan. O'zbekcha adres. Forests burned up. The sky colors red. Volcanoes erupt. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Uchirishyapti. Menimcha bunda kamera bor. Davomni yaxshi olsak. The apocalypse. Bu yerda menimcha finaldan keyin intervyu olinsa kerak hammadan. Shunaqa kameralar har joyda bor ekan. Shunaqasiga shu yo'l bo'yicha boshidan oxirigacha. Shu intervyuga tayyorlab qo'ygan bo'lsa kerak. Хорватия болельщиклari. Поставьте ваши билеты по найди для проверки.
Mana tepada videoga olayotgan u ikkita stalbani o'rtasidan sim o'tyapti. Kamera menimcha. Bileti borlar stadion kirib ketishyapti. Endi biz bitta ekran topishimiz kerak, monitor. Bilmarik berildi bor ekan, qanaqadir ketyapmiz. Bali ishlar orqasidan monitor balki bordir. Ko'ramiz. Atoms fall apart. Solar flares arrive. Buildings collapse. Only a few will survive. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. A new era has begun. Prepare yourself for the apocalypse. Charchadik. Mana talqinga borib, shu joyga borib olishamiz. The apocalypse. Katta monitoriga через Воробьёвы горы metrodan o'tilar ekan. Bir tarafdan kirib, ikkinchi tarafdan chiqilar ekan. Через Lujniki stadionidan oldin borganda. The heat is scorching. Forests burned up. The sky colors red. Volcanoes erupt. The world as we know it will no longer be there. Water is gone. Davron Kabulov bilan anaqa встреча atmen bo'ladi shekilli bitdan qaytishda. A new era has begun. Prepare yourself. The apocalypse. The apocalypse. Shawarma hol. O'yin boshlandi. Hamma ko'chada monitor ishlashmoqda. Endi biz ham monitor ishlab yuribmiz, lekin topolmadik. Ha? O, tomdan chiqib ketyapti tepaga. O'sha yerda nimadir bor shekilli. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Hammaga salom. To'g'risini aytsam, charchadim mana shu atrofda yurib. Misol uchun kirib ekranda ko'rayin desangiz, ekranda ham odamlar shuncha to'lib ketgan, kirib yurmaydi. Endi stadion kirishda men bunga aytmay boray. Shu bo'yicha odamlar shu yerda yurishdi,
yoqdi, bunisi yoqdi yuribdi, odam izlanib ko'p. Futbol boshlanoq, futbol deyapti. Hamma yuribdi. Bizlar kelganimiz bilan mashaga tushayapmiz. Siz qaysi komandaga balet qilasiz bugun? Xorvatiyaga balet qilaman. Xorvatiyaga. Xorvatiya yetadi deb o'ylayman, lekin ishonish qiyin. What does perfect even mean? Is there even such a thing? Ooh, can we switch up all the rules and imagine a utopia? Darling, I'm just so fed up with these expectations. They keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, honey, I'm a perfect 10. Whoa, whoa, and if I say it enough, it gets ingrained in my head, and I start to see, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a perfect 10. Whoa, honey, I'm a perfect 10. Honey, I'm a, yeah. Yeah, I've discussed it with myself, and I'm disgusted with the way we're told to have a certain face, a certain weight, because we aren't pixels on a screen. No, we're human, we breathe. Every single thing we see curated, it's overrated. These expectations, they keep weighing me down. My heart is begging me to get the hell out of my head. I'm gonna live inside the upside down for a minute and pretend, honey, I'm a perfect 10. Whoa. I am the trap king. I am the trap king. I'm a true champion.
a true champion. Odamlar. Yomg'ir ham yog'ishni boshlayapti. Maşallah. Klasda. Alhamdulillah. Kiyevskiy stansiya, Kiyevskiy vokzalga yetib keldik. O, yomg'ir. Qalasini tushib ketadi. Tushib ketaveramiz. Bu yo'lga o'sha oddiy Moskva. Kelib, bitta iltimos. Biz Peterda 5 kun bo'ldi işte. O'shaning uchun yo'qda muxlislar bilan ko'rishishga, boshqa qilishga, возможностьdan vaqtdan sal ko'proq bo'ldi-da. Moskvada o'zi Moskvaga bugun soat 3 da telefon kirdi. Davron Kabulov kelibdi mana. Hamma muxlislari videoga tushma, rasm tushma.
Bekar o'chirishdi. Yaxshi turgandi. Bekar o'chirdi. Adam ozgina bo'lsa uğraşyapti. Uğraşyapti. Endi hozir hamma to'da bo'lsa. Chaqiramiz yarani tarafda. Elizi kelyapti. Telefonu qani? Kimga? Rasul! Qani Sanjar aka bitta gapirib bering, ozgina. Nima deysan? Mana davrangan keldi menga, bolalar hamma so'rashib oldi. Bizni ko'rish возможность bo'lmayapti, gaplashish, savol berish. Endi uzoqdan bunday qarab tomosha qilib turamiz. Videoga olyapmiz. Mana O'zbekiston bayroq. Hech ketdi. Yaman ustoz. Ha, o'g'lim aka to'ring. Men bir videoga olib o'tishim. Salom. To'rtta 5 to'rtta bo'lsa bunga oxirlari. Bitta bo'lmasa ham Davay davay ha. Ro'parada olib chiroyli olib beradi. Hop 5 ta kamera qalbimizga qarashni bilmayapti. Ana pastga tushsinmi? Chepga qo'llarni. Haqiqatan hamma ishlar ekanga bunday o'tiraylik. Chepga 3-4 ta bolalar kelgan bo'lsa, turinglar, biz olmaymiz metan chiroyli qilib. Hammasi sizlar hisoblaydi. Ashna qilib. Qasimga qarashni bilmayapti. Ha, chile pastda. Hamma chile. Akalar, bitta bo'lgan narsa-da, bitta bo'lgan narsa. Bitta odam 1 metr Sardo. Biz Davron Kabulov donishganmi? Ishga chiqqan. Yuribmiz o'rta. Yo, zaps ketyapti. Sekura gap. Yaqinda boshlagan. Riza shop degan. Riza shop. Ay, yetti 3 ketar. Ana, tursa savol javob qilamiz bu yerda. Odamlar uğraşmaydi.
tushyapti, yana da turibdi. Davron mu? Joyga ancha bo'shab qoldi. Ancha bo'shab qoldi. Kelib borar. Nega ketyapsiz? Ha. Kanal yozgan. Kanalga? Ha, qaysi kanaldasiz? Bizniki ko'p emas, 600 ta. JCH degan kanal ochgan. Bugun polniy Moskvadagi futboldan keyin bir videoga oldik. Shu yana ham oxiriga qo'shib qo'yaylik. Operatorlardan katta kameralar Aslanga ummatdan ham tushmaydi. Narsa yo'qolmaydigan joyman ishlagan. Утро вечером утреннее. Blogermisiz? Emas, aka blogermisiz? Ha? Yo'q. YouTube'ga qo'yapsiz. Unaqa emas kerak, aka, biz chiqarmasimiz kerak, to'g'ri. Nima deyapti? Biz kimmiz? Biz chiqaramiz. Davron, unaqa panik ko'tarolma deyapti. Hozir YouTube'ga chiqaramiz. Bunga hozir biz gapirib yozilyapti. Endi u yerda montaj qiladigan joy, montaj qilamiz. O'zingiz ham olasiz, qo'ysangiz. mayerga aytganim, savol qilmaysiz. Egasi qani? Sarban. Gel Qara, kelin. Yana kelishinglar qaraydi. O'zimiz uchun. Bitta rasm tushaylik sizlar. Mana barcha sizga rahmat. Shu bugungi videomiz oxirigacha ko'rganlar uchun, balki o'tib ko'rganlar uchun. Mana bugungi final o'yinidan keyingi holatlarga ko'rsatishga harakat qildik. Albatta qanchadir qo'limizdan kelgancha va Davron Kabulov bilan ko'rishga, rasm tushishga, savollar berishga ulgurmadik. Odam juda ko'p bo'ldi. O'zingiz ko'rib
yoqqan bo'lsa qilasiz, sizlar yoqmagan bo'lsa albatta o'zingizni fikringizni qoldirasiz. Kelgusi videolarda ko'rishguncha xayr deb qolamiz.